Assalomu alaykum mehribon bolajonlar. Sizlar bugun ham juda ajoyib, odobli va aqlli ko'rinyapsizlar. Keling, ko'chada, maktabda va odamlar orasida qanday odobli bo'lishni birga o'rganamiz. Ko'chaga chiqayotganda birinchi navbatda nima qilish kerak? Ota-onamizdan ruxsat olish kerak. Bu xavfsizlik uchun muhim. Yo'lni kesayotganda nimalarga e'tibor beramiz? Chapga, o'ngga qaraymiz. Mashina kelmasa, shundagina o'tamiz. Transportda joy kimlarga beriladi? Kattalarga, ayollarga, nogironlarga joy berish odatdan. Ko'chada kimdir og'ir narsa ko'tarsa, nima qilamiz? Yordam taklif qilamiz. Kichik yordam, katta savob. Do'konda navbatda tursak, nima qilish kerak? Oldinga o'tmaslik, navbat kutish madaniyatdir. Odamlar bilan salomlashish kerakmi? Ha, ayniqsa qo'shnilar bilan salom mehr eshigini ochadi. Kimdir yo'lda yiqilib tushsa, nima qilamiz? Tezda yordam beramiz, holini so'raymiz. Odamlar bilan baland ovozda gaplashish to'g'rimi? Yo'q, bu odobsizlik. Sekin, muloyim gaplashish kerak. Ko'chada axlatni qayerga tashlaymiz? Faqat axlat qutisiga. Atrofni toza saqlash odob. Do'konda biror narsani sindirib qo'ysakchi? Rostini aytamiz, kechirim so'raymiz, yashirmaymiz. Odamlar kulgili xato qilsa, ustidan kulish mumkinmi? Yo'q, uyaladi. Biz esa unga mehr bilan yordam beramiz. Ko'chada yo'lni to'sib o'tirish to'g'rimi? Yo'q, boshqalarga joy berish kerak. Agar kimdir bizni turtib yuborsa, nima qilamiz? Jahl qilmaymiz. Mayli deb kulib o'tamiz. Kimdir yordam so'rasa, nima qilamiz? Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Ko'chada biror narsa topsakchi? O'zlashtirmaymiz, egasini izlaymiz yoki kattalarga beramiz. Odamlar bilan tanishayotganda nimalarga e'tibor beramiz? Salom beramiz, o'z ismimizni aytamiz, odob bilan suhbatlashamiz. Kimdir bizni chaqirganda ha deb javob berish kerakmi? Albatta, bu hurmat belgisi. Ko'chada kimdir yordam berib bo'lsak, nima deymiz? Rahmat aytish kerakmas. Bu mening burchim deb tabassum qilamiz. Nega odamlar orasida odobli bo'lish muhim? Chunki odobli bola hammaga yoqadi, mehr topadi va hurmat qozonadi. Xayr bolalar.